Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun o'tgan safargi to'qigan sumkamizni davomini to'qiymiz. Nihoyat tugatib qo'yamiz. Mana oxirigacha to'qib kelib oldim. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana bu tepa tomonga chiqib turgan leskaga teng o'rtasidan buklab oldim sumkachani. Ko'ringlar. Mana tepa tarafga chiqib turgan leskaga bitta monchoq o'tkazamiz. Va buni mana bu yon tarafidagi bu tomoniga o'tkazamiz shu leskani. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi mana bu o'ng tomondagi leskaga bitta monchoq o'tkazamizda, chap tomondagi leskamizda mana shuni orasidan o'tkazamiz. Keyin ikkalasini ikkita tomonga tortganimizda mana shunday ko'rinish hosil bo'ladi. Keyingisida mana bu yon tarafdagi devor monchog'imizdan mana devor tomonidan leskani o'tkazamiz. Chap tarafdagini ham o'tkazamiz. Shunda yoniga qarab to'qib ketilinadi. Mana chap tarafdagini ham o'tkaztiryapman. Endi o'rtaga o'ng tomondagi leskaga o'tkazyapman. E'tibor beringlar. Chap tomondagini buni orasidan o'tkazamiz. Yana orasidan o'tkazyapman. Har bitta monchoq to'qiganimizda yonidan bitta mana bu yonidagilarga bittadan o'tkazib ketamiz. Shunda qattiq ham mustahkam yoniga qarab to'qiladi. Mana ikkalasini yonini o'tkaztirib oldim. Endi yana o'ng tomondagi leskaga bitta monchoq o'tkaztiramiz. Chap tomondagi leskani esa buni orasidan o'tkaztiramiz va ikkalasini ikkita tarafga qarab tortamiz. Bu juda ham oson. Yo'nalishiga tushib olsalaring, yaxshi tushunib olsalaring, qiyin bo'lmaydi. Agar birorta savol tug'ilsa, kommentariyaga yozing. Tushunmagan joylaringizni men yana qaytadan video qilib yoki bo'lmasam Telegram, YouTube kanalimni shapkasiga kirsanglar, Telegram kanalimni ham belgilab qo'yganman. Telegramdan yozsanglar ham men javob beraman. Telegramim va Instagramimni ulab qo'ydim. Silkasini joylashtirib qadab qo'ydim. Bu yerdan yozsangiz ham albatta javob beraman. Mana oxirgilariga kelib qoldik. Bir tarafini sizlarga to'qib ko'rsatdim. Ikkinchi tomonini o'zingiz to'qiysiz va ikkinchi tomonini to'qib bo'lganimizdan keyin tepadagi bog'ichini ushlagich joyini to'qib ko'rsataman. Endi oxirgilari buni faqat sumkacha va telefon solish uchun ham siz bo'larkan. Instagramda juda ham ko'plab shunaqa nimalar chiqyapti. Agar sizga qiziq bo'lsa, keyingi videolarimda buni kattaroq sumkacha qilib mana oxiriga yetib keldik. Endi leskani polni aylantirib chiqamiz.
oxirgisidan ham o'tkazdirdim. Bunisi ham oxirgi monchoqdan o'tkazdirib chiqarib oldim. Endi buni qotiramiz. Oshiqcha leskalarni har doimgidek orasiga kirgizdirib yashirib ketamiz. Shunda ishi akkuratni bo'ladi, bog'langan joyi ham bilinmaydi. Eng asosiysi mustahkam bo'ladi. Negaki hozir buni joyida uzib qo'ysam, harakatlanish hisobiga bu jilka baribir sirg'anadi, uzilib sachilib ketishi mumkin monchoqlari. Shunday qilib bir tarafini to'qib oldik. Keyingi videomizda hozir o'zingiz ham to'qib ko'ring, ikkinchi tomonini o'zingiz to'qiysiz va bu yoqdagi ushlagichini, bog'ichini qilib ko'rsataman. Mana oxirgisini o'tyapman bu yerga. Mana ikkala tomoni ham to'qib oldik. Endi buni shu yerda qotirib, bu yoqda yangi olsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam oson variant, ipni uzmaymiz. Leskamiz juda ham ko'p. Shuning uchun mana bu tomondagi leskani, o'ng tarafdagi leskani chap tomondagi monchoqni orasidan o'tkazdirib olamiz. O'ng tarafda chap tomondagi leskani esa o'ng tarafdagi mana bu bitta birinchida turgan leskani orasidan o'tkazdirib olamiz. Nimagaki qattiqroq turishi uchun. Mana shunday ko'rinishga keldi. Endi bu tomonga bitta, o'ng tarafga bitta, chap tarafga bitta leska o'tkazdirib olamiz. Va uchinchi leskani o'ng tarafdagi leskadan o'tkazib, chap tomondagi leskani buni ichidan o'tkazdiramiz va ikkalasini shunday qilib tortamiz. Mana endi yana xuddi shu narsa takrorlanadi. Sizga bog'ichi qanaqa uzunlikda kerak bo'lsa, mana shunday uzunlikda to'qib olasiz va oxiriga olib borib qadab bog'lab qo'yasiz. Bo'ldi. Bu juda ham oson. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Hozir oxirigacha sizlarga to'qib ko'rsatmoqchiman buni. Agar video yoqqan bo'lsa, keyingi videoda qanaqa darslik olishimni, sizga nima to'qishga qiziqishingizni, nima to'qish xohlayotganingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi videoyimda albatta imkoniyat darajamda shu narsani to'qib ko'rsataman. Shunday qilib qator oxirigacha to'qib boramiz. Qator oxiri deganim qanday? Mana ko'rib turibsiz, mana shunaqa bog'ich hosil bo'lyapti. Buni to'qib, o'zingizga kimgadir uzunroq kerak, kimgadir kaltaroq kerak. Mana shunday qilib to'qib kelasizda, mana bu oxirgi nimadan o'tkazib video uzun bo'lib ketyapti. Shuning uchun
hozir oxirigacha to'qib kelaman. Keragida uzunlikda, keyin qadashda yana ko'rsatib beraman. Mana oxiriga yetib keldik. Bir narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Sizlarga mana oxiriga keldik. Mana bu oxirgi nonni o'tkazdiramiz. Shuning uchun mana buni to'qib oldikmi? Endi ikkala tarafiga bittadan monchoq olib o'tamizda. O'rtaga monchoq olib o'tmaymiz. Mana bu monchoqdan ikkita tomonga olib o'tamiz. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana ulangani ham bilinmay ketadi shunda. Qadimiz buni yaxshilab zakrypit qilib orasiga kirgizdirib olamiz. Shu bilan sumkachamiz ham tayyor bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Qayerga jo'madingiz? Qanaqa sizda yana yangiliklar bor? Hammasini o'zim shaxsan o'zim o'qib, sizga albatta javob yozaman. Mana bu oshiqcha leskalarimizni monchoqlarimiz orasidan o'tkazdirib qo'yamiz. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.